Mehr so'zi Markaziy Osiyoning eng qadimiy so'zlaridan biri desak ham bo'ladi. Demak, mehr so'zi asli kelib chiqishi ko'pchilik eshitgan Mitra so'zi bilan bog'liq. Mitra kim desa, ko'pchilik u Zardushtiylik ilohi, nahotki mehr so'zini kelib chiqishi Mitraga bog'lansa degan tushuncha birdan paydo bo'lishi mumkin. Yo'q, yo'q. Eng qadimgi zamonlarda o'sha kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan oriylar nomidagi elat bo'lgan, ya'ni Yevrosiyo dashtliklarida yashagan. Vaqt o'tishi bilan ular sekinlik bilan janubga qarab, issiq o'lkalarga qarab intilgan. Oriylar chorvador xalq bo'lgan. Ularda ekindan ko'ra ko'proq chorva ulug'langan. Shu qadimgi oriylarda ular yerni qordan ochib, o'simlikni undirib beradigan asosiy bu ne'mat bu quyosh edi ular. Shuning uchun quyosh ulug'langan. Hindiston oriylarining tilida Sura, Markaziy Osiyo oriylarining tilida Xvara nomi bilan keladi. Ya'ni bu quyosh. O'sha quyoshga atab madhiyalar yozgan, quyoshga ibodat qilgan bular, quyoshni ulug'lagan. Ya'ni quyoshni o'sha tafti tushib, qorlar erib, yerdan o'simlik unsa, ularda ocharchilik mavsumi tugaydi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'p, Mitra Zardushtiylik iloh emasmi? Zardushtiylikda ham bor. Bu hindlarning Rigvedasida Vedik iloh hisoblanadi. Undan tashqari Misrda, hozirgi Turkiya hududida qadimgi shartnomalarda nomi keladi Mitrani. Hindiston mintaqasida Mitra deganda ular, demak, birodarlik, do'stlik, inoqlik, tinchlik va o'sha rizq, osmondan rizqni yetkazib beruvchi bir zot tushunilgan. Chunki Hindistonda quyoshdan muammo yo'q. Va shu hozirgi kunda Mitra degan iloh yo'q Hindistonda. Bu qadimgi Vedik, ayniqsa shu Ayurveda va Rigvedada uchraydi Mitra nomi. Vedik iloh keyinchalik unutilgan bo'lsa-da, uni funksiyasi, odamlar ongida bajargan vazifasi hozirgacha saqlanib qolgan. Hindi tilida do'st degan so'z, u mitr deyiladi. Aynan o'sha mitr so'zining asosi o'sha mitr ilohiga borib taqaladi. Bugungi endi Markaziy Osiyoda qolgan oriylar, ular o'sha mitraga sig'inishni davom etdi. Hattoki o'sha Zardusht payg'ambarlikni da'vo qilgan paytda ham odamlar mitraga sig'inayotgan bo'lgan o'sha paytda. Ko'pchilik o'ylaydi o'sha Zardusht o'ylab topdi, Ahura-Mazdaga sig'ininglar, mitraga sig'ininglar deb belgilab berdi. Yo'q, asli unaqa emas. Mitra so'zi Rigvedada mitra shaklida kelsa, Avestada mitra f bilan keladi. Ya'ni t bu t emas, h bu h emas. Mitra shaklida keladi. O'sha mitra shakli keyinchalik vaqt o'tishi bilan Avesta qo'llanilgan tildan keyingi davrlarga, o'rta ironiy tillar davriga kelgandan keyin h shakliga o'tgan. Ya'ni endi mitra emas, xalq uni mehr deb atayapti. Bu yerda aynan uni shu quyosh xudosiga nisbat berilishi mitrani keyinchalik islomdan keyingi davrlarda ham aynan davom etgan uni funksiyalaridan biri. Misol uchun falonchiga mehri tushdi deymiz. Nega aynan tushdi so'zi bilan ishlatamiz? Bu yerda tushdi fe'li aynan oftobga ishora bo'lishi mumkin. Ya'ni oftobda ikkita element mavjud bo'ladi. Birinchisi demak taft, issiqlik bo'lsa, ikkinchisi nur.